Endi oliy malaka toifasiga ega bo'lgan 15 yildan ortiq ish staji bo'lgan o'qituvchilarga uy-joy subsidiyasini boshlang'ich badalning 25% to'lab beriladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 19-fevraldagi 69-sonli qarori qabul qilindi. Haqli savol tug'iladi. Uy-joy subsidiyasini boshlang'ich badalning 25% taxminan qancha bo'lishi mumkin? Deylik, umumiy qiymatda uy-joyning narxi 330 million bo'lgan taqdirda boshlang'ich badal 56 million atrofiga to'g'ri keladi. O'sha boshlang'ich badalning 25% qismi esa 14-15 million atrofida bo'ladi. Shunda uy-joyning umumiy qiymati 330 million bo'lgan taqdirda o'qituvchiga 14 yoki 15 million so'm qiymatdagi pul summasi subsidiya tarzida to'lab beriladi. Endi subsidiya qachon ochilishi hali noma'lum. Agar Davlat xizmatlari markazi orqali subsidiya berish o'qituvchilarga ochilgandan so'ng, keyin Davlat xizmatlari markaziga tashrif buyurib, o'sha oliy malaka toifasiga ega bo'lgan o'qituvchilar ariza topshirishi mumkin bo'ladi.